هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiriden 36. ayetini okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağı İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Tevbe suresinin 36. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhesiz ki asman ve zemin yaratılğandan tartib qamari aylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12'dir. Ulardan 4'i, ya'ni Zulqa'ida, Zulhajja, Muharram, Rajab urush harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Allah cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda hujum qilinglar. Bilinglarki Allah taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'i qilgan ishlaridan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Bir yilning 12 oy ekanligi Imom Ahmad Abu Bakrdan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom vidolish hajjida nutq so'zlab mundaq dedi: Bilinglarki zaman aylanib haqiqatan osmonlarni va zaminni yaratgan kunda Lavhul Mahfuzga bekitilgan holatiga keldi. Bir yil 12 oydir. Uningdan 4 oy urush harom qilingan oylar bo'lib, 3 oyi orqa-orqadan keladi. Ular Zulqa'ida, Zulhajja, Muharram oylari va Jamadiyal oxir oyi bilan Sha'ban oyining oralig'idagi Rajab oyidir. Ondan Payg'ambar alayhissalom bu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Allah ve onun payg'ambari biladi dedik. Payg'ambar alayhissalom bir oz sukut qildi. Biz bu kunga boshqa ism qo'yadigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Payg'ambar alayhissalom bu qurbonlik kuni emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Ondan bu oyning qaysi oy ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Allah ve onun payg'ambari biladi dedik. U az sukut qildi. Biz bu oyga boshqa bir ism qo'yadigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Zulhajja oyi emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Ondan bu qaysi shahar ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Allah ve onun payg'ambari biladi dedik. U bir az sukut qildi. Biz bu shaharga boshqa ism qo'yadigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Makka shahri emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Shek shubhisizki bir-biringlarning qinini to'kish, bir-biringlarning milini ilib olish, bir-biringlarning yuz obro'yini to'kish sizlarga bu kuninglarning, bu iyinglarning ve bu şehrinlarning hürmetini qilmaslik haram qilinganiga o'xshash haram qilindi. Kelgusida Rabbinglar bilan uchrashsizlar. U sizlarning amallaringlardan hisob oladi. Bilinglarki, mendan keyin sizlarning ba'zinglar
ba'zinglarning gadiniga qilich urib gumrohlikqa qaytmanglar. Bilinglarki, men sizlarga payg'ambarlikni yetkizdim. Bilinglarki, sizlardan bu joyda mening so'zimni anglag'anlar, anglamaganlarga yetkizsin. Bu hadis yetkizilgan ba'zi kishilar uni anglagan, ba'zi kishilarga qaraganda cho'nqur tushunishi va esida ching tutishi mumkin, dedi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Diniy ulamolardan biri bo'lgan olim Saxoviy o'zining Mashhur kunlar va oylarning ismlari degan kitobining bir bo'limida hozirgi islom kalendari bo'yicha atilib kelayotgan oylarning ma'nilari haqida to'xtalib mundaq deydi. Birinchi oy Muharram oyi bo'lib, ma'nisi urush qilish harom qilingan degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilingan bo'lganligi uchun Muharram deb atalgan. Mening, ya'ni Abdurning qarshimcha bu ayning urush harom qilingan oy ekanligini ta'kidlash uchun Muharram deb atalgan. Chunki arablar bu ayning o'rnini yo'tkab, bir yil ichida uningda urush qilishni harom qilatdi. Ikkinchi oy Safar oyi bo'lib, ma'nisi bo'sh qolgan degan bo'ladi. Bu oyda urushqa va safarlarga chiqib ketganda ularning o'ylari bo'sh qolganligi uchun safar deb atalgan. 3-oy Rabiul Avval bo'lib, ma'nisi sovuq tushganda uyga kirishni boshlashning dastlabki vaqti deganlik bo'ladi. Bu oyda ular uyga kirishni boshlaganligi uchun Rabiul Avval deb atalgan. 4-oy Rabiul Axir bo'lib, ma'nisi uyga kirishni boshlashning oxirgi vaqti deganlik bo'ladi. Bu ayda ularning uyga kiradigan vaqti oxirlashadiganligi uchun Rabiul Axir deb atalgan. 5-oy Jamadiyal Avval bo'lib, ma'nisi suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt deganlik bo'ladi. Bu ayda suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt bo'lganligi uchun Jamadiyal Avval deb atalgan. Saxoviyning bu so'zi odamni ancha bek qanoatlantirolmaydi. Agar ularning oylari osmondagi oyga asosan hisoblangan bo'lsa, bu oylar cho'qim aylanib, o'zgarib turdi. Arablar oylarga ism qo'ygan vaqtlarda oylarning ismlarining ma'nilariga uyg'un bo'lib, shuni ular shundaq ismlarni qo'ygan bo'lishi mumkin. 6-oy Jamadiyal Axir bo'lib, ma'nisi suv muz tutgan oxirgi vaqt deganlik bo'ladi. Bu oy muz tutadigan 2-oy bo'lganligi uchun Jamadiyal Axir deb atalgan. 7-oy Rajab bo'lib, ma'nisi ulug'lash degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilinganligi uchun bu oyni ulug'lab Rajab deb atagan. 8-oy Sha'ban bo'lib, ma'nisi tarqalgan, bölüngen degan bo'ladi. Bu ism qabilalarning har xil sabablar bilan taraf-tarafga tarqalganligidan kelib chiqqan. 9-oy Ramazon bo'lib, ma'nisi qattiq issiq degan bo'ladi. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt qattiq issiq bo'lganligi uchun Ramazon deb atalgan. Saxoviy mundaq deydi: ba'zilar Ramazonni Alloh taolaning ismlaridan biri degan. Bu butunlay xato qarash bo'lib, uni e'tiborga ilishga bo'lmaydi. Meningcha, Abdur, Ramazonning Alloh taolaning ismi ekanligida hadis rivoyat qilingan. Lekin bu hadisning asosini ojiz deb qarayman. Men bu hadisning tafsilotini Ro'z tutish nomli kitobimning bosh tarafida bayon qilib o'tgan edim. 10-oy Shavvol bo'lib, ma'nisi to'gilarning quyruqini egiz ko'taradiganligidan kelib chiqqan. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt shundaq fasl bo'lganligi uchun Shavvol deb atalgan. 11-oy Zulqa'da bo'lib, ma'nisi o'ltiradigan vaqt deganlik bo'ladi. Bu oyda arablar urushqa va safarlarga chiqmay o'ltiradigan vaqt deganlik bo'ladi. Afwan.
11 ay Zulqaid bo'lib, ma'nisi o'ltiradigan vaqt deganlik bo'ladi. Bu ayda arablar urushqa va safarlarga chiqmay, uylarida o'ltiradiganligi uchun Zulqaida deb atalgan. 12 ay Zulhijja bo'lib, ma'nisi haj qilish vaqti deganlik bo'ladi. Bu ay haj qiladigan vaqt bo'lganligi uchun Zulhijja deb atalgan. Urush harom qilingan oylar. Ulardan 4'i, yani Zulqaida, Zulhijja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Jahiliyat davridagi arablarmu bu oylarda urush qilishni harom deb qaraydi. Buningga ko'p sondagi arablar amal qiladi. Faqat ulardan Basil nomli qabiladagi arablar buni texmi haddidan oshirib, bu yilning ichidagi 8 oyni urush harom qilingan oy deb e'tiqod qiladi. Payg'ambar alayhisalomning Jamadiyal oxir oyi bilan Sha'ban oyining oraliqidagi Rajab oyidir degan so'ziga kelsak, ba'zilar urush qilish harom qilingan Rajab oyi Sha'ban oyi bilan Shavvol oyining oraliqidagi Ramazon oyidir deb bildirdi. Şuna Peygamber aleyhisselam Rajab oyining Jamadiyal oxir bilan Sha'ban oyining oraliqidagi oy ekanligini ochiqlashtirish uchun shunday degan. Urush qilish harom qilingan oylar faqat 4 oy bo'lib, 3'i orqa-orqadan keladi, biri yolg'iz keladi. Bu oylarda haj va umra faoliyatlarini ado qilish uchun urush qilish harom qilindi. Ularning haj qilishi va haj faoliyatlarini xotirjam ado qilishi uchun Zulqaida va Zulhijja oyida urush qilish harom qilindi. Hajga eng yiroq yurtlardan kelganlarning xotirjam holda yurtlarga qaytib olishi uchun Zulhijja oyidan keyingi Muharram oyida urush qilishmi harom qilindi. Yilning o'ttirisida Arab yarim orolining yiroq joylaridan kelganlarning Baytullohni ziyorat qilish va vataniga xotirjam qaytib olishi uchun Rajab oyida urush qilish harom qilindi. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Ya'ni Allah urushni harom qilgan bu oylarning Lavhil Mahfuzdagi urush qilish harom qilingan holatiga kelishi va Alloh taolaning bu oylar haqidagi buyrug'iga bo'ysunish to'g'ri belgilangan shariatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Chunki urush harom qilingan bu oylarda qilingan gunoh boshqa oylarda qilgan gunohga qaraganda og'irdir. Alloh taolo kimiki Masjidi Haromda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz deganligi uchun haramda gunoh qilgan kishining hassilab ishlangan gunohining jazosidek og'irdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning oylarning soni Allohning dargohida va bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyatlar haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu oyatda insonlarni hamma oyda o'zlariga ziyon solmaslikka buyurdi. Ondan Alloh taolo 4 oyni alohida tilga ilib, bu oylarda urush qilishni harom qilib bekitdi. Bu oylarning hurmatini texmi oshirdi. Bu oylarda qilgan gunohlarning jazosini og'ir qildi va qilgan yaxshi ishlarning mukofotini ziyoda qildi. Qatada bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyat haqida mundaq deydi: Urush harom qilingan oylarda zulm qilish eng cho'ng xatolikdir va shu oylarda qilgan zulm boshqa oylarda qilgan zulm qaraganda og'ir gunohdir. Gerçi zulm qilish har qanday holatda og'ir gunoh bo'lsa-mu, lekin Alloh o'zi xohlagan ishning gunohini og'irlatadi. Lekin Allah o'zi xohlagan ishning gunohini og'irlatadi. Shak shubhisizki Alloh taolo mahluqotlarining ichida
ichidan ba'zi shaylarni tanladi. Farishtalarning ichidan ba'zi farishtalarni elchi qilib tanladi. İnsanlarning ichidan payg'ambarlarni elchi qilib tanladi. So'zlarning ichidan Alloh taoloni zikr qilishni tanladi. Zimin ichida masjidlarni tanladi. Oylar ichidan Ramazon oyini va urush qilish harom qilingan oylarni tanladi. Kunlar ichidan juma kunini tanladi. Kechilar ichidan Shabi Qadr kechisini tanladi. Allah ulug'lagan narsani sizlarni ulug'langlar. Haqiqatan Allah ulug'lagan ishlar cho'nqur tushunchaga va sog'lom aqidaga ega kishilar oldida ulug'landi. Urush qilish harom qilingan oylarda urush qilish to'g'risida. Mushriklar sizlarga birlikda, ya'ni hammasi birlashib hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'i qilgan ishlardan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchli bo'linglar. Bilinglarki, urush qilish harom qilingan oyda urushni dastlabda boshlash haqiqatan haromdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allohning dinining alomatlarini, ya'ni hajda taatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri haromda urush qilishni halol sanamanglar. Urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmatli saqlanishga tegishlik narsalarni teng barobar, ya'ni hurmatli saqlanishga tegishlik narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom ilish yuzidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik chiqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chiqilinglar. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Bu oyatda agar mushriklar urush qilish harom qilingan oyda hujum qilsa, ularga qarshi urush qilish uchun mu'minlarga ruxsat qilindi. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmatli saqlanishga tegishlik sizlarni teng barobar. Hurmatli saqlanishga tegishlik narsalarni teng barobar, ya'ni hurmatli saqlanishga tegishlik narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom ilish yuzidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Toki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Harom atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Harom atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Payg'ambar alayhisalomning Taif ahlini qo'rshovga ilishi va qo'rshovni urush harom qilingan oy kirganga qadar davomlashtirishi masalasiga kelsak, bu urush Havozin xalqi va ularning ittifoqdoshlari bilan Saqif qabilasiga qarshi qilingan urushning oxirgi qismidir. Ular odamlarni urushga chaqirib to'plagan va oldida hujum qilgan kishilardir. Payg'ambar alayhisalom ana shu ahvolni ko'z tutib, ularga qarshi urush qildi. Ular Taif sepili ichiga kirib olgandan keyin ularni sepildan qistab chiqarish uchun qo'rshovga oldi. Ular bir bo'lik musulmonlarni tutib olib o'ltirib etdi. Qorshov manchoq va boshqa urush qurollari bilan taxminan 40 kun davom qildi. Urush halol qilingan oyda boshlangan edi. Urush davom qilib, urush harom qilingan oymi kirib keldi. Shuning bilan bu oyda urush bir qancha kun davom qildi.
Ondan Peygamber aleyhisselam ularni qo'rshashni oxirlashtirib qaytib keldi. Chunki u dastlabda kechirmagan ishni asta kechirib etdi. Bu hammaga ma'lum ish bo'lib, buning misollari nihoyat ko'pdir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Tavba tafsiridan 36 oyatni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.